Videoni oxirigacha ko'rsanglar, Tracker 12 kerakli ma'lumotni aytib o'tamiz. Olib qolgan Tracker 2 mashinamiz to'liq holatda bitdi. Bularga dominant mejigar pultlarni ustunovka qilib berganmiz. Quplagan paytimizda 4 ta o'yinlarni baravar ko'taradi, illiklarni yopadi. Zavod qilish, bagaj ochishlargacha full ustunovka qilib berganmiz. Mashinalarni mejigardan zavod qilganlardan keyin podografini pultdan qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana yonni, ana endi o'chirib qo'ysa bo'ladi. Polni full qilib ustunovka qilib berganmiz. Bu yerda Malibu signallari ustunovka bo'lgan, tepada bo'lsa registratorlarni ustunovka qilib berganmiz. Zadniy ugrenda o'zlarini monitorlar, kamera ishlayveradi. Bu chista faqat oldi orqani zapis qilib ketish uchun ishlaydi. Videoni oxirida sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shuki, bularning akkumulyatori yaxshi zaryadga olmaydi. Bu generator hisobiga bo'ladi. Hozir generatorlar zaryadkani ko'tarib berganmiz. Akkumulyator endi to'yib zaryadga oladi. Shuni hisobiga endi akkumulyator xudo xolisi uzoq muddatga xizmat qilib beradi. Agar sizlarga manfaatli video bo'lgan bo'lsa, yurakdan qizartirib qo'yasizlar. Bu videoni Tracker 10X haydaydiganlarga yorib qo'yaversizlar.